Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiya desi de Gazi Rosa Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü sağ 2021 yıl, 2. ayının 10. günü hepteki çarşamba. Vaziyet doğrusudur bir ağız gap kılsak vatandaşım, haftanın 1. günü yaki düşenbe günü CNN'nin muhbirinin məxsus ziyaretini kabul kılganda Amerika Birleşmiş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Antony Blinken, yani Cungo siyaseti, Uyghur ve Şangan, Hong Kong doğrusu da bir işki abzas ifade bildirdi. Bugünkü vaziyet şu dep ben elip çıktım vatandaşları bu leksiyani sözdeyimiz. Tünegilletten şundak bir leksiyani sözdegeni dokmazsan 6. günü. Nemi digelligini mesela Yangjeçi, Beycan Yangjeçi bilen görüşkende nemi digelligini vatandaşlara tapşırgandık. Endi bu yeni haber, yeni leksiya. Bu katem Devlet İşler Katibi Antony Blinken Uygurlar doğrusu da yana söz fikir bayan kıldı vatandaş. Mavzumunda CNN'nin məxsus ziyaretini kabul kılganda Devlet İşler Katibi Antony Blinken munda gösterdi. Sabah Prezident Trump'ın Cungo'ga qattiq qol siyaset qo'llanganligi to'g'ri. Mavzuli xabar 2. ayının 9. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Devlet İşler Katibi Antony Blinken haftanın 1. günü, yani 2. ayının 8. günü CNN isimli televiziyası muhbirinin ziyaretini kabul kılganda mundaq ko'rsatdi. Sabah Prezident Trump'ın Cungo'ga qattiq siyaset qo'llanishi to'g'ri idi. Muhbir Prezident Joe Biden men Cungo meselesini Prezident Trump'dek bir taraf qilmayman degan edi. Undaq bolsa Prezident Joe Biden qaysi masalalar bo'yicha, masalan, adil savdo qilish yoki texnika, internet, aqliy mulk huquqi jihatimi zada qaysi jihatda Cungo'ga qattiq muomala qilishi mumkin? CNN muxbirining qo'ygan savoli vatandaş. Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq cevap verdi. To'g'risini aytganda, Sabah Prezident Trump'ın Cungo Kompartiyasiga qattiq qo'l muomala qilganligi to'g'ri edi. O to'g'rida ish qilgan edi, o to'g'ri ish qilgan edi. Kechiringlar. Men shundaq hukm qilamanki, uning metodi butunlay xato edi. Asosliq, lekin asosliq prensiplari to'g'ri edi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken'in sözleri burunqi sözleri bilan o'xshash edi. Yani burunqi deganda Kengash palatasida guvohlikdan o'tganda Cungo siyosati to'g'risida so'zlagan sözleri bilan hozirgi sözleri o'xshash edi. Haftanın 1. günü CNN'nin muhbiri ziyaret kılganda Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Biz Cungo Kompartiyasiga qarta kuch bilan elishimiz. Biz Cungo Kompartiyasiga qarta kuch bilan elishimiz. Mayli antagonistik munosabatlarda bo'lsin. Antagonistik ziddiyet degani kulminatsiya nuqtaga kirib kelganda buni hal qilishning chorasi faqat bir yo'l bo'ladi. Bu odatda bu suhbatlar yana birini bilan hal bo'ladigan jarayon emas endi. Antagonistik munosabatlar bo'lsin yoki raqobatlashish munosabatlari bo'lsin va yoki hamkorlashish xarakterli munosabatlar bo'lsin, hammasi bizning o'rtaq manfaatimiz uchun. Biz yani Amerika amaliy kuchi bilan taqobil turishimiz kerak.
Devlet İşler katibi Blinken Prezident Joe Biden'ın taşqi siyasetini tushundirganda mundaq ko'rsatdi. Naytı güçlü ittifaqdoshlarimiz bo'lishi kerak. Bu bizning ustun turishimizning manbaidir. Bu bizning dunyo ishlarida o'zimizni ko'rsatishdan darak beradi. Biz dunyo ishlariga aralashamiz yoki qatnashamiz. Agar biz unda qilmasak, biz chekinadigan bo'lsak, Cumhuriyet Partiyasi bu boshliqqa besib kirdi. Bu demak biz Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini ve Hong Kongda demokratiyaning tajovuzchilikka uchrayotganligini ko'rib turganimizda o'rnimizdan dast turib, qimmat qarashlarimizni qo'g'dishimiz kerak. Deganlikdan darak beradi. Herkes bundan voz kechishdan darak bermaydi. Bu albatta bizden her bir jihatda ustun turishimizdan darak beradi. Tajovuzchilikni to'sib qilishimiz kerak. Agar biz mush ishlarni qiladigan bo'lsak, agar bu ishlarning hammasi biz tizginlab turadigan doira ichida bo'ladigan bo'lsa, undaqda biz intayin qudratli kuch o'rnida turib, Cumhuriyet Partiyasi bilan elishimiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Davomini anglaysiz vatandosh.